Boshqa narsalar haqida o'ylashingizdan oldin menga 2 daqiqa to'liq e'tiboringizni berishingizni istayman. Hozir sizga aytadiganlarimni u namoyon bo'lmaguncha hech kimga ayta ko'rmang. Bu taxmin emas, bu kvant fizikasi qonuni. Izohlarda men sukut saqlayman va qabul qilaman deb yozing. Lekin faqat shuni tushuningki, sukunat koinotdagi eng qudratli kuchdir. Keyingi 2 daqiqa ichida men sizning ong ostingizga kod joylayman. Bu kod pulni qora tuynuk yorug'likni tortgandek sizga tortadi. Ammo agar bu kod faollashishidan oldin uni boshqalar bilan bo'lishsangiz, u o'zini yo'q qiladi. Bu mistika emas, bu sof qonuniyat. Mana shafqatsiz haqiqat. Aynan shu lahzada kvant maydonida sizning ismingizga yozilgan ulkan boylik mavjud. Bu aniq. Ular sizning jismoniy realligingizda moddiylashishni kutmoqda. Ammo nega hali paydo bo'lmaganining sababi bor. Siz xohlagan narsangizni sukunatda tortish o'rniga u haqida haddan tashqari ko'p gapiryapsiz. Har safar moliyaviy maqsadlaringiz haqida birovga aytsangiz, magnit zaryadining 23% yo'qotasiz. Har safar pul muammolaringiz haqida gapirsangiz, atrofingizda yetishmovchilik maydonini kuchaytirasiz. Har safar orzularingiz moddiylashishidan oldin ularni boshqalar bilan bo'lishsangiz, ularga o'z shubhalari bilan bu orzularni buzish imkonini berasiz. Qadimiy mistiklar buni bilishgan. Shu sababli ular sukunat ahdini qabul qilishgan. Bu ma'naviy marosim uchun emas, balki amaliy zarurat edi. Ular tushunishgan, so'zlar bu energiya va gapirishga sarflangan energiya ro'yobga chiqarish uchun ishlatilmaydi. Hozir aynan shu onda 3 soniya davomida ko'zlaringizni yuming va chuqur nafas oling. Buni bajarib ko'ring. Men kutyapman. Yaxshi. Ushbu 3 soniya ichida miyangiz 40 Hz chastotadagi gamma to'lqinlarni hosil qildi. Bu ro'yobga chiqarish chastotasi va men hozirgina ularni aniq niyat bilan dasturladim. Keyingi 72 soat ichida pul sizga kutilmagan manbalardan oqib keladi. Ammo bu yerda bir nozik jihat bor. Agar bu haqda kimgadir aytsangiz, to'lqin funksiyasi muddatidan oldin buziladi. Bu xuddi elektropechni erta ochib qo'ysangiz, pishiriq so'lib qolish misolidagi gap. Manifestatsiya yetilishi uchun qorong'ulik va sukunatga muhtoj. Men bu tamoyilni 7 yil oldin anglaganman. Og'riqli xato qilganimdan so'ng men $1 million namoyon qilish ustida ishlayotgan edim. Hamma narsani to'g'ri qilayotgan edim. Meditatsiya, vizualizatsiya, hissiy ishlar. Men ro'yobga juda yaqin ekanini his qilardim. Va aynan o'sha paytda xatoga yo'l qo'ydim. Men bu haqda bir do'stimga aytib qo'ydim. Uning birinchi gapi shunday bo'ldi. Bu rostga o'xshab eshitilyapti-ku, lekin gumonim katta. Aynan shu onda men energiya so'nib borayotganini, xuddi shar ichidan havo chiqib ketayotgandek his qildim. Manifestatsiyami? U sodir bo'lmadi. Men uni o'z so'zlarim bilan yo'q qildim. Shundan beri menda temir qoida bor. To'liq manifestatsiyagacha mutlaq sukunat. Natijalarmi fenomenal. Ammo buning yanada chuqur ma'nosi bor. Men kvant sukunati protokol deb ataydigan maxsus 2 daqiqalik texnika mavjud. Agar siz uni hozir aynan o'qiyotgan paytingizda qo'llasangiz, u allaqachon sizni kutib turgan pul oqimini faollashtiradi. 1-daqiqa. Tasavvur qiling, og'zingiz oltin nur bilan muhrlangan. Bu nur keraksiz so'zlar tufayli energiyaning chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Energiyaning so'zlar orqali tarqalib ketmasdan to'planayotganini his qiling. Yig'ilgan bu energiya pul uchun magnitga aylanadi. 2-daqiqa. Yuragingiz ichida sayfni tasavvur qiling.
Bu seyf ichida ismingiz yozilgan chek bor. Miqdormi? Uni bo'sh qoldiring. Uni koinot to'ldiradi. Ammo bu seyfni faqat sukunat yordamida ochish mumkin. Pul haqida aytilgan har bir so'z yana bitta qulf qo'shadi. Neyrobiologiya buni tasdiqlaydi. Biz maqsadlarimiz haqida gapirganimizda miyamiz dopamin ajratadi. Go'yoki biz ularga allaqachon erishgandik. Mana millionerlar tushunadigan sir. Boy odamlar hali mavjud bo'lmagan pullar haqida gapirishmaydi. Hatto mavjud bo'lgan pullar haqida ham gapirishmaydi. Ular og'izlari emas, bank hisoblari gapirishiga ruxsat berishadi. Warren Buffett o'nlab yillar davomida bir xil kamtarona uyda yashagan. Uning haqiqiy boyligi haqida deyarli hech kim bilmagan. Steve Jobs har kuni bir xil kiyim kiygan. Bu kamtarlikdan emas, balki tushunishdan kelib chiqqan. Imijga sarflangan energiya innovatsiyaga ishlatilmaydi. Kvant maydoni uyg'unlikka javob beradi. Agar fikrlaring, his-tuyg'ularing va harakatlaring bir yo'nalishda bo'lsa-yu, so'zlaring boshqa tomonga ketsa, nomuvofiqlik paydo bo'ladi. Bu g'ildiraklari turli tomonga qaragan mashinaga o'xshaydi. U hech qayerga bormaydi. Ammo agar siz jim bo'lsangiz, mukammal uyg'unlik paydo bo'ladi. Butun energiya bitta yo'nalishda oqadi, namoyon bo'lish tomonga. Aynan hozir sizning energetik maydoningizda nimadir sodir bo'lmoqda. Balki siz hozir iliqlikni yoki ko'krak qafasingiz hududida jindek jimirlashni his qilayotgandirsiz. Bu pul energiyasi to'planmoqda. Ammo u sovun pufagidek nozik, bitta noto'g'ri so'z va u yoriladi. Keyingi 2 daqiqa eng muhim daqiqalar. Men sizga yakuniy kodni beraman. Lekin siz menga 72 soatlik mutlaq sukunatni va'da qilishingiz kerak. Pul haqida bir og'iz ham so'z ochmang. Bu texnika haqida hech kimga ayta ko'rmang. Kutishlaringiz haqida bir og'iz ham indamang. Mana kod. Yuragingizda oltin tanga aylanayotganini tasavvur qiling. Har bir aylanish bilan u kattalashib boradi. Har bir aylanish bilan u ko'proq pulni o'ziga tortadi. Lekin bu juda muhim. U faqat sukunatda aylanadi. Pul haqidagi har qanday so'z uning aylanishini to'xtatadi. Hozir aylanishni his qiling. Tangani his qiling. U aylanmoqda, o'smoqda, magnitlanmoqda. Pul har tomondan unga tortilayotganini his qiling. Lekin hech narsa demang. Bu haqda o'ylang, buni his qiling, buni biling, lekin baland ovozda aytmang. 72 soatdan keyin siz nima uchun sukunat oltin deyilganini tushunasiz. Pulni hech qachon kutmagan manbalardan kelayotganini ko'rasiz. Ammo faqatgina muqaddas sukunat kelishuviga amal qilsangizgina. Soatlar ishlamoqda. 2 daqiqa deyarli tugadi. Ammo namoyon bo'lish allaqachon boshlandi. Pul allaqachon harakatda. Ular sukunat yo'li orqali sizga qarab kelmoqda. Eslab qoling, hech kimga ayta ko'rmang. Na sherigingizga, na eng yaqin do'stingizga, hatto kundaligingizga ham buni yuragingiz sukunatida saqlang, to u qo'lingizda paydo bo'lguncha. 2 daqiqa tugadi. Aktivatsiya yakunlandi. Endi sizning sukunatingiz sinovdan o'tadi. Pul kelmoqda. Ular allaqachon yo'lda. Ammo faqat jim bo'la olganlar ularni qabul qila oladi. Siz shular jumlasidanmisiz? Keyingi 72 soat buni ko'rsatadi. Jim bo'ling va qabul qiling. Men gapirayotgan sukunat bu shunchaki so'zlaringiz yo'qligi emas. Bu faol, kuchli, magnitli sukunat. Bu ekstremal bosim ostida olmoslar tug'iladigan sukunat. Bu urug'lar yerning qorong'uligida unib chiqadigan sukunat. Bu koinot sizning buyurtmangizni tayyorlayotgan sukunat. 4 yil oldin bu tamoyilni birinchi marta to'liq anglaganimda nima bo'lganini aytib beraman. Men hayotimdagi eng og'ir moliyaviy inqirozda edim. Men shunchaki bankrot emasdim. Mening $120 ming qarzim bor edi.
Har kuni kreditorlar qo'ng'iroq qilardi. Har kuni tirik qolish uchun kurashardim. Bir kecha soat 3da ofisimda yolg'iz o'tirardim. Men hamma narsani sinab ko'rgan edim. Affirmatsiyalar, vizualizatsiyalar, manifestatsiya texnikalar. Hech narsa ishlamasdi. Va birdan chaqmoqdek tushuncha keldi. Men doimo nimani namoyon qilmoqchi ekanim haqida gapirardim. Energiya materializatsiya bo'lishidan oldin sarflanib ketardi. Shu onda men keskin qaror qabul qildim. Pulga oid hamma narsa bo'yicha 30 kunlik mutlaq sukunat. Hech qanday shikoyat yo'q. Hech qanday istaklar yo'q. Hech qanday muhokamalar yo'q. Kimdir mening moliyaviy holatim haqida so'raganda, men shunchaki shunday derdim. Men transformatsiya jarayonidaman. Bu 30 kun ichida sodir bo'lgan voqealar mening eng jasur orzularimdan ham oshib ketdi. 3-kun pochta orqali unutilgan $500 chek keldi. 7-kun eski mijoz qo'ng'iroq qildi va $5000 buyurtma taklif qildi. 14-kun tushimda biznes uchun g'oya keldi. Shunchalik aniq, shunchalik ravshan ediki, ilgari buni qanday payqamaganimga hayron qoldim. Ammo eng aql bovar qilmas voqea 27-kuni sodir bo'ldi. Menga advokat qo'ng'iroq qildi. Men hech qachon eshitmagan uzoq qarindoshim menga meros qoldiribdi. Uncha katta emas, dedi u. Hujjatlarni ko'rganimda ko'zlarimga ishonmadim. $127,000. Deyarli aniq qarzim miqdori va yangitdan boshlash uchun kapital. Bu tasodifmidi? Yo'q. Bu sukunat kuchining amaldagi namoyoni edi. Bu 30 kun davomida mening energiyam behuda so'zlarga sochilmadi. U yig'ildi, zichlashdi, magnitlashdi. Va u eng cho'qqi massaga yetganda reallikni yorib o'tib, farovonlikni namoyon etdi. Mana bu jarayon ortidagi ilm. Siz aytgan har bir so'z tovush to'lqinlarini hosil qiladi. Bu to'lqinlar energiya olib yuradi. Siz maqsadlaringiz haqida gapirganda bu energiyani o'zingizdan tashqariga yuborasiz. Bu unumdor tuproqqa emas, beton ustiga urug' sochgandek. Ammo jim bo'lsangiz, energiya sizning ichingizda qoladi. U aylanadi, kuchayadi, zichlashadi. Sizning elektromagnit maydoningiz kuchliroq bo'ladi. Kuchli maydon esa o'z chistotasiga mos bo'lgan narsani tortadi. Dr. Amitning suv bilan o'tkazgan tajribalari so'zlar suvning molekulyar tuzilishini o'rgatishini ko'rsatgan. Sizning tanangiz 70% suvdan iborat. Yetishmovchilik haqidagi har bir so'z hujayralaringizni yetishmovchilikka dasturlaydi. Muammolar haqidagi har bir so'z muammolarni kuchaytiradi. Sukunat hujayralaringizga farovonlikning tabiiy chastotasiga moslashish imkonini beradi. Men aytib o'tgan 72 soat qoidasi tasodifiy emas. U sizning energetik maydoningizning sirkat ritmiga asoslangan. Har 72 soatda sizning bioenergetik maydoningiz to'liq siklni o'tkazadi. Agar siz 72 soat jim turishga muvaffaq bo'lsangiz, to'liq sikl hech qanday to'sqinliklarsiz yakunlanishiga imkon berasiz. Ammo ko'pchilik odamlar buni tushunmaydi. Gapirishga bo'lgan vasvasaga qarshi turish deyarli imkonsiz bo'ladi. Sizning egoingiz qichqiradi. U sizga minglab sabablar topadi. Nima uchun hozir gapirmaslik mumkin emas? Ular meni e'tiborsiz deb o'ylashyaptimikin? Men imkoniyatni boy berib qo'ymasligim kerak emasmi? Yordam kerak bo'lsa nima qilaman? Bularning barchasi egoning hiylalari. Ego biladi, sukunat uning eng katta tahdidi. Sukunatda ego kuchini yo'qotadi. Sukunatda sizning energiyangiz o'sadi. Sizning oliy o'zingiz esa qanday namoyon qilishni biladi. Men sizga ilg'or texnika haqida aytishim kerak. Men uni energetik muhr deb atayman. Har safar siz pul haqida gapirishni xohlashni his qilganingizda tasavvur qilingki, lablaringiz oltin asal bilan muhrlangan. Bu asal shirin, u sukutni yoqimli qiladi, lekin u yopishqoq ham. Sizning so'zlaringizni ushlab turadi. Keyin bu ushlab turgan energiyani qalbingizga yo'naltiring.
uni u yerda urib turganini, o'sayotganini, charaqlayotganini his qiling. U yo'naltirilgan energiya sizning manifestatsiyangiz uchun yoqilg'i bo'ladi. Qanchalik ko'p sabrli bo'lsangiz, shuncha ko'p yoqilg'ingiz bo'ladi. Pul haqida jim turishingiz 3 darajasi mavjud. Siz ularni o'rganishingiz kerak. Birinchi daraja jismoniy jimlik, pul, yetishmovchilik yoki moliyaviy maqsadlar haqida hech qanday gap so'z yo'q. Bu eng asosiy qoida. Bu qoida bo'lmasa hech narsa ishlamaydi. Ikkinchi daraja aqliy jimlik. Pul haqida cheksiz aqliy suhbatni to'xtating. Xavotir, hisob-kitoblar, agar shunday bo'lsa degan fikrlar. Har bir bunday fikr energiya yo'qolishini bildiradi. Pul haqida fikr kelganda o'zingizga ayting. Men jarayonga ishonaman va uni qo'yib yuboring. Uchinchi daraja emotsional jimlik. Bu eng yuqori daraja. Pul bilan bog'liq vaziyatlarga hech qanday emotsional reaksiya yo'q. Hisob keladi, neytral kuzatuv. Pul keladi, neytral kuzatuv. 4-daraja tinch minnatdorlik. Bu emotsional tinchlik vakuum yaratadi va farovonlikni o'ziga tortadi. Kvant fizikasida superpozitsiya prinsipi bor. Zarraning barcha mumkin bo'lgan holatlarda mavjud bo'lishi faqat kuzatilganda bir holatga o'tadi. Sizning moliyaviy kelajagingiz hozir superpozitsiyada. Barcha imkoniyatlar mavjud. Ammo erta gapirish orqali siz to'lqin funksiyalarini buzib, ko'pincha qo'rqqan realligingizni haqiqatga aylantirasiz. Jimlik orqali siz superpozitsiyani qo'llab-quvvatlaysiz. Siz koinotga eng yaxshi mumkin bo'lgan reallikni tanlashga ruxsat berasiz. Bu shunday, xuddi dunyodagi eng yaxshi oshpaz siz uchun menyuni tanlashiga ruxsat berish kabi, fast foodga majburlamasdan. Harvard biznes maktabining tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, o'z biznes g'oyalarini sir tutgan tadbirkorlarning muvaffaqiyat darajasi ularni boshqalar bilan baham ko'rganlarga qaraganda 300% yuqori bo'lgan. Nima uchun? Chunki ular energiyasini tushuntirish va oqlashga sarflamagan. Ularni harakat uchun ishlatgan. Ammo bu hammasi emas. Pul haqida jim turganingizda siz ong ostingizga kuchli signal yuborasiz. Tasavvur qiling, bo'yningizda oltin qulflangan zanjir bor. U qulflash pul haqida barcha so'zlarni muhrlaydi. Lekin bu qamoq emas, bu seyf. Pul haqida aytilmagan har bir so'z shu seyfda oltinga aylanadi. Har bir jim turish lahzasida seyf og'irroq bo'layotganini his qiling. Uni qiymati qanday to'planayotganini his qiling. 72 soatdan so'ng bu seyf ochiladi va oltin hayotingizga oqadi. Lekin faqat qulflar buzilmagan bo'lsa. Maya xalqi shunday deyishgan. Qishloqdagi eng boy odam bu o'z boyligi haqida eng kam gapiradigan odam. Ular tushunishgan, haqiqiy boylik bu sukunat. U shovqin qilmaydi. U tasdiqga muhtoj emas. U shunchaki mavjud. Keyingi 72 soat ichida siz alximik bo'lasiz. Temirni oltinga aylantirmaysiz. Siz so'zlarni boylikka aylantirasiz. Pul haqida aytilmagan har bir so'z energiyaga aylanadi. Bu energiya magnitga aylanadi. Bu magnit pulni tortadi. Bu shunchalik oddiyki, aqlingiz bunga ishonishni xohlamaydi. U bu jarayonni qiyinlashtirishni xohlaydi. U strategiyalar, reja, harakatlarni xohlaydi. Lekin ba'zan eng kuchli harakat bu harakatsizlik. Eng kuchli so'zlar aytilmagan so'zlar. Eslab qoling, koinot sizning aytgan so'zlaringizni emas, sizning kimligingizni tinglaydi. Siz kimligingiz esa energiyangiz bilan belgilanadi. Energiyangizni saqlang va siz pul uchun magnit bo'lasiz. Energiyangizni so'zlarga sarflasangiz, siz pul uchun tortuvchi bo'lmasdan qarshi kuchga aylanasiz. Tanlov shunchalik oddiy, lekin gapirishga odatlanganlar uchun qiyin. Biroq sizda endi bilim bor, sizda texnika bor va endi siz ogohsiz. Keyingi 72 soat sizning imtihoningiz bo'ladi.
Agar uni muvaffaqiyatli bajarsangiz, boylik daryo kabi oqadi. Agar muvaffaqiyatsiz bo'lsangiz, eski odatlarga qolasiz. Sukunat sizni chaqiradi. Pul sizni kutmoqda. Siz nimani tanlaysiz? Ong osti mavzusiga oid affirmatsiyalarni ko'rishni istasangiz, qolaversa, agar shartlarni to'liq bajarsangiz 100% natija beradigan meditatsiyalarni birinchilardan bo'lib qo'llashni xohlasangiz, 97 kodi bilan 210 7654 raqamiga Telegram orqali kuch so'zini yozing. Eslatib o'tamiz, obuna bo'lish pulli. Kuch o'zingda kanalga a'zo bo'lish sizga nima beradi? Mashhur psixolog, neyrobiolog va olim insonlarning meditatsiya va affirmatsiya sirlari orqali hayotingizni tubdan o'zgartirishingiz, o'tmishda orttirilgan xotirangizdagi jarohatlardan xalos bo'lishingiz, hayot oson va go'zalligini tushunib yetishingiz, oddiygina metodlar orqali hayotingizni yengillashtirishingiz mumkin va ko'plab anglashlar davomiyligida bo'lasiz. Navbatdagi videolarimizni Ziyo TV YouTube kanali orqali o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Keyingi safargacha eslab yuring. Siz loyiqsiz, siz kuchlisiz va sizning o'zgarishingiz allaqachon yo'lga chiqqan. Koinot sizni eshityapti. Sizning mo'jizangiz allaqachon boshlandi. Unutmang, kuch o'zingizda. Pul, orzular, shohona uylar, zamonaviy ulovlar, sayohatlar menga qachon nasib qilar ekan deb ich-etingizni yeb bo'ldingizmi? Shuncha harakat qilsam ham negadir o'xshamayapti deb nolayapsiz-a? Hayotda haqiqat izlab charchadingizmi? Uy, ish, uy, bir xil muammolar halqasidan chiqa olmayapsizmi? Tushunaman. Kasalliklar ketidan yana kasallik, qachondir men ham sog'lom hayot kechiramanmi deb jar solmoqchisiz, lekin ichingizda qanaqadir yo'l bor degan ovoz sizni tinchlantiryapti-yu, biroq baribir bu fikrlar sizni qo'yib yubormayaptimi? Buni ham bilaman. Aslida bu hammasi illyuziya. Shunchaki bugun va hozir yashash kerakligini o'rgansangiz, hammasi o'z o'rniga qaytadi. Shunda mahobatli uylar va hoy-havasga aylangan ulovlardan-da yuksak baxt aslida o'zingizda borligini aytsam ishonarmidingiz? Ha, savollar ko'p, lekin javoblarni topish muammo. Aslida javoblar juda oddiy. Telegram ijtimoiy tarmoqdagi Kuch o'zingda kanaliga a'zo bo'ling. U yerda sizga oddiy sirlar orqali ulkan lazzat va halovat eshiklari ochiladi. Hayot naqadar go'zalligini tushunib yetasiz. Sizdan esa talab shunchaki ishonch bo'lsa bo'ldi. A'zo bo'lish shartlari oddiy. Telegram orqali 97 210 76 54 raqamiga Telegram orqali kuch so'zini yozing. Maxsus chegirma asosida belgilangan to'lovni amalga oshiring va bugun va hozir yashashni o'rganib oling. Unutmang, kuch o'zingizda.